Assalomu alaykum. Yoqut o'quv markazida ikkinchi darsimiz kimyoviy reaksiya turlari to'g'risida gaplashamiz. Xo'p, kimyoviy reaksiya turlari deb nimaga aytilishi to'g'risida dastavval biza ma'lumotga ega bo'lishimiz kerak. Moddalar bir-biri bilan reaksiyaga girishgan vaqtida bularni molekullar orasida o'zaro to'qnashuvlar sodir bo'ladi va shu to'qnashuvlar bizning kimyo fanida kimyoviy reaksiyalar deb yuritiladi. Kimyoviy reaksiyalarda o'ng va chap tarafdagi moddalarni qay tartibda reaksiyaga girishi, borishini, ya'ni mexanizmini ko'ra asosiy 4 dona kimyoviy reaksiya turi farqlanadi bizada. Xo'p, shulardan birinchisi bizada birikish reaksiyasi deb aytiladi. Birikish reaksiyasini ta'rifi 2 yoki undan ortiq modda o'zaro reaksiyaga kirishib bitta modda hosil bo'lishi bu birikish reaksiyasi deb aytiladi. Uni sxematik ko'rinishini quyidagi tartibda ifodalashimiz mumkin. Ya'ni qandaydir bir A modda reaksiyaga girishadi, qandaydir bir bu modda bilan va qandaydir bir C modda hosil bo'ladi. Buni misol tariqasida ko'rib chiqsak, hammamiz biladigan suvni hosil bo'lish reaksiyasi. Ya'ni vodorodga kislorod ta'sir ettirsak H2O suv hosil bo'ladi. Xuddi shu reaksiya bizada birikish reaksiyasina misol bo'ladi. Keyin kimyoviy reaksiyalarda reagent va mahsulot degan tushunchalar bor. Reagent bu reaksiyaga kirishuvchi modda hisoblanadi. Mahsulot esa hosil bo'lgan modda. Reagent beda vodorod va kislorod, mahsulot esa hosil bo'lib turgan suv hisoblanadi. Keyin biza kimyoviy reaksiyalarda bilishimiz kerak koeffitsient va indekslarni. Indekslar moddalarni, formulalarni pastki qism chap tarafına qo'yiladigan sonlar, bular indekslar deb aytiladi. Bu yerda ko'k raqamlar bilan ko'rsatilgan shu narsa. Sizlar farqlab olishlaringiz uchun ko'k markerlar bilan yozib qo'yibmiz. Bu indeks deb aytiladi. Koeffitsient esa moddani, ya'ni reaksiyada o'ng va chap tomondagi element atomlarini tanglashimiz uchun qo'yiladigan son, bu koeffitsient deb aytiladi. Bo'lsa qizil marker bilan ko'rsatib qo'yibmiz, moddalarni oldina qo'yiladi. Misol uchun, hozir bu yerda suv molekulasini hosil bo'lishida 2 atom vodorod, yoki bo'lmasa 1 molekula vodorod va 1 molekula kislorod reaksiyaga girishib suvni hosil etib turibdi. Biza shunday fikrlashimiz kerak, o'ng tarafdagi va chap tarafdagi atomlar soni teng bo'lishi kerak. Atomlar sonini tenglashimiz uchun esa bizga koeffitsiyentlar kerak bo'ladi. Misol uchun, hozir bu yerda dastavval kislorod atomlar sonini tenglasak, reaksiyadan o'ng tarafda indeksida hech narsa yo'q. Hech narsa yo'q degani 1 bor degani. Ya'ni kisloroddan 1 dona, bon tarafda 2 dona. O'ng va chap tarafdagi atomlar sonini tenglashimiz uchun suvni oldina ikkalamizdan 2 ni qo'yamiz. Ya'ni koeffitsient etib 2 ni qo'ydik. Keyin kislorodlarimiz teng bo'ldi. Ya'ni bon tarafda 2 dona, bonda 1 ni 2 ga ko'paytirsak ham 2 dona kislorod bor. Endi vodorodlar soni o'zgardi. Ya'ni bon tarafda 2 dona edi, bon tarafda 2 ni 2 ga ko'paytirsak 4 dona vodorod bo'ldi. Shu chiqqan 4 ni vodorod indeksini 2 ga bo'lib bersam, oldindagi koeffitsient kelib chiqadi, ya'ni 2 qo'yiladi. Va bu yerda hozir reaksiyamiz teng bo'ldi. Misol uchun vodorodimiz 2 2 4, reaksiyadan chap tarafda 4 dona, 2 ni 2 ga ko'paytirsak 4, o'ng tarafda ham suvning tarkibida vodorodimiz 4 dona. Kislorodlar soni esa reaksiyadan chapda 2 dona, o'ngdan 2 dona. Demak, bu reaksiyamiz teng hisoblanadi. Birikish reaksiyasi, demak, bu sxematik ko'rinishi, barcha misoli koeffitsient, indeks, reagent va mahsulot degan tushunchalarni biza bilib olishimiz kerak. Xo'p, ikkinchi kimyoviy reaksiya turi bu ajralish reaksiyasi. Ajralish reaksiyasining sxematik ko'rinishi C modda o'zidan, ya'ni qandaydir bir C modda parchalanadigan A va bu moddani hosil qiladi. Endi shuni kimyoviy ta'rifda aytsam, bitta modda 2 yoki undan ortiq moddalarni hosil etishi bu ajralish reaksiyasi deb aytiladi. Ajralish reaksiyasi. Bunga ammiakning parchalanishini misol etishimiz mumkin. Ya'ni ammiak parchalangan vaqtida azot bilan
vodorod molekullarini hosil qiladi. Azot bilan vodorod molekullarini va bu yerda gök sonlar bilan ko'rsatilgan bular moddaning indekslari hisoblanadi. Formula ifodalab turibdi bu yerda. Keyin buni denglab olishimiz kerak. Nishatib denglaymiz. Eng boshda burun azot atom massasini denglab olamiz. Ya'ni reaksiyadan o'ngda azotimiz 2 dona. Deng bo'lishi uchun buni ya'ni amaknaldan ikkalamizdan 2 ni qo'yamiz. Azot atomlarimiz deng oldi. Vodorodlar endi 3 ni 2 ga ko'paytirsak 6 dona vodorod bor. Reaksiyadan chapda 6 ni vodorodning indeksini 2 ga bo'lib beraman. Vodorodning oldindagi koeffitsient kelib chiqadi 3. Demak, kimyoviy reaksiyamiz deng hisoblanadi. Bu ajralish reaksiyasi. İkinci reaksiya turi. Xo'p, uchinchi reaksiya turi bu o'rin olish reaksiyasi. Buni sxematik ko'rinishi A bu moddaga S moddani ta'sir ettirsak, ishida bu moddaning o'rnini S moddalardan A S plus bu modda hosil bo'ladi. Ta'riflasak, endi bu yerda bitta murakkab va bitta oddiy modda ta'sirlashib, bitta yangi murakkab va bitta yangi oddiy modda hosil bo'lishi bu o'rin olish reaksiyasi deyiladi. Misol tariqasida ko'rib chiqsak, murakkab modda sifatida vodorod xlorid, oddiy modda sifatida rux o'zaro reaksiyaga girishsa, rux xlorid bilan vodorod gazi chiqadi. Vodorod gazi. Bu yerda ruhimiz ekvivalentli bo'lganlik hisobına bu tarafda xlorning indeksini 2 tushadi. Xlorimiz bir valentli bo'lgandan keyin ruhning indeksini 1 yo bo'lmasa hech narsa tushmaydi deb aytsak ham bo'laveradi. Xo'p, kimyoviy reaksiyada gök sonlar bilan ko'rsatilgan bu indekslar biza denglab olishimiz uchun reaksiyada o'ng tarafda xlorimiz 2 dona, vodorodimiz 2 dona. Shuning uchun vodorod xloridning oldidan ikkalamizdan 2 ni qo'yamiz. Kimyoviy reaksiyamiz deng hisoblanadi. Bu o'rin olish reaksiyasini misoli. Hop, bu uchinchi reaksiyamiz edi. Dördüncü reaksiyamiz almasinish reaksiyasi. Sxematik ko'rinishi A bu moddaga S D moddani ta'sir ettirsak, ishida bu moddaning o'rnini D moddalardan A D, keyin D moddaning o'rnini bu moddalardan B plus S B modda hosil bo'ladi. Ya'ni almashinish reaksiyasini kimyoviy ta'rifini aytsak, ikkita murakkab modda o'zaro tarkibiy qismlari bilan almashinishi almashinish reaksiyasi deb aytiladi. Misol tariqasida vodorod xloridga natriy gidroksid ta'sir ettirsak, bu reaksiyamizda hop xlor bilan OH o'zaro o'rin almashinadi. Ya'ni natriyning yanına xlor keladidan natriy xlorid hosil bo'ladi. Bu yerda esa OH bilan vodorod o'zaro birikib, HOH ya bo'lmasa H2O suv molekulasini hosil qiladi. Bu almashinish reaksiyasi deyiladi. Asosiy bizada kimyoviy reaksiyalar borish mexanizmiga ko'ra shu 4 dona tur reaksiya farqlanadi. Birikish, ajralish, o'rin olish va almashinish. Hop, savollar bor bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirsangiz ham bo'ladi, bemalol javob beramiz. Endi keyingi bizada bu 4 dona reaksiyadan tashqari eksotermik, endotermik, qaytar, qaytmas reaksiyalar va neytrallanish reaksiyalari va oksidlanish, qaytarilish reaksiyalari farqlanadi. Dastavval eksotermik reaksiyalarni va endotermik reaksiyalarni ko'rib chiqsak. Ekzotermik reaksiyada reaksiya borib turgan vaqtida issiqlik chiqishi bilan boradigan reaksiyalar bizada ekzotermik reaksiyalar deyiladi. Ya'ni ekzo tashqi, issiqlik chiqishi bilan boradigan reaksiyalar. Bu eksotermik reaksiyalar deyiladi. Endotermik reaksiyalar kimyoviy reaksiya borsa, issiqlik yutilishi bilan sodir bo'ladigan reaksiyalar bizada endotermik reaksiyalar deb aytiladi. Ya'ni endo ichki degan ma'noni bildiradi. Ekzo bu tashqi, ya'ni issiqlik chiqishi, endo bu ichki, ya'ni issiqlik yutilishi. Xo'p, bu tushunarli bo'lgan bo'lsa, endi qaytar va qaytmas reaksiyalar. Qaytar reaksiyalar bir vaqtning o'zida ham o'ng'a, ham chapga boradigan reaksiya bu qaytar reaksiya deyiladi. Misol uchun, o'ng'a borish degani, chapga borish degani. O'ng'a borish degani reagent tarafdan mahsulot tarafa moddalarning hosil bo'lishi bu. O'ng tarafa borish, ya'ni streka bilan o'ngni ko'rsatib qo'yibman. Yoki bo'lmasa mahsulot tarafdan reagent
tarafa hosil bo'lish bu chap tarafa göstərilir. Yəni o'ng taraf və chap taraf. Bu qaytar reaksiya deyiladi. Bu bir vaqtning o'zida əmək parchalanadi azot bilan vodorodga, ya bo'lmasa aksincha azot bilan vodorod o'zaro birikib əməkni hosil etadi. Bu qaytar reaksiya deb aytiladi. Qaytar reaksiya. Endi keyingisi bu qaytmas reaksiya. Qaytmas reaksiyada bir qancha faktorlar bo'lishi kerak. Ya'ni faqat o'ngga boradigan reaksiya bu qaytmas reaksiya deyiladi. Bunda kam dissosiyalanadigan modda chiqishi kerak, cho'kpa tushishi kerak. Yoki bo'lmasa biror bir gaz modda hosil bo'lishi kerak. Misol uchun bu yerda vodorod xloridi natriy gidroksid ta'sir ettirsak, natriy xlor bilan suv hosil bo'ladi. Bu yerda suvimiz kam dissosiyalanadigan modda sifatida bir reaksiyani qaytmas qilib qo'yadi. Ya'ni boshqacha qilib aytsak, biza vodorod xloridi natriy gidroksid ta'sir ettirdik, natriy xlor bilan suv hosil bo'ldi. Lekin natriy xlorida suv ta'sir ettirib turib, biza natriy gidroksid bilan vodorod xloridni olib bilmaymiz. Shuning uchun ham bu qaytmas reaksiya deyiladi. Yuqoridagi reaksiyada esa amakni parchaladik, azot bilan vodorod hosil bo'ldi. Azot va vodorod ta'sir ettirsak, qaytadan amak hosil qilib bilamiz biza. Menimcha farqini tushundingiz. Hop. Keyingi reaksiya turimiz bu neytrallanish reaksiyasi. Bu neytrallanish, oksidlanish, qaytarilish reaksiyalari 4 dona reaksiyaning ham ichine girib ketadi. Ya'ni shularni qamrab oladi. Shularning ichida yana shu 2 dona jarayon sodir bo'ladi. Ayrimlarida neytrallanish reaksiyasi ya bo'lmasa oksidlanish, qaytarilish reaksiyasi. Hop, neytrallanish reaksiyasi deb nomi aytiladi. Neytrallanish reaksiyasida tuz va suv hosil bo'lishi bilan boradigan reaksiyalar neytrallanish reaksiyalari deyiladi. Misol uchun natriy gidroksid va vodorod xlorid ta'sir ettirsak, natriy xlorid bilan suv hosil bo'ladi. Natriy xlorid bu kundalik ehtiyojda ishlatiladigan o'zlarimizni osh tuzi hisoblanadi. Osh tuzi yoki bo'lmasa tosh tuzi deb ham aytiladi. Xo'p, aynan tuz va suv hosil bo'lishi bilan boradigan reaksiyalar neytrallanish reaksiyalari deyiladi. Keyingi reaksiyamiz oksidlanish, qaytarilish reaksiyalari. Oksidlanish, qaytarilish reaksiyalarida moddalarning oksidlanish darajasi o'zgarishi bilan sodir bo'ladigan reaksiyalar oksidlanish, qaytarilish reaksiyalari deb aytiladi. Xo'p, misol uchun misa nitrat kislota ta'sir ettirsak, mis nitrat, NO2 va suv hosil bo'ladi. Bu yerda misni oksidlanish darajasi 0 dan o'tadi +2 ga, azotni oksidlanish darajasi o'tadi +5 dan +4 ga. Pastdan endi yozib olamiz. Mis 0 oksidlanish darajadan o'tdi mis +2 oksidlanish darajaga. Ya'ni 0 dan 2 olsak -2 elektron. Pastda esa azot +5 dan o'tdi azot +4 ga. 5 dan 4 olsak 1 elektron. Endi addenni bana o'tirib yozib olamiz. Bu yerda 2 elektron, bu yerda esa 1 elektron. Agar sho'da sonlar qisqarsa qisqartiramiz, qisqarmasa doğrudan doğru o'rnini o'zgartirib yozib olamiz. Ya'ni 2 ni beri tushiraman, 1 narsa yuqori chiqaraman. Endi mis +2 o'zgarganda olib borib 1 ni qo'yaman. Buni oldina 1 qo'yishim kerak. 1 soni yozilmaydi bizda. Azot +4 o'zgarganda olib borib 2 qo'yaman. Demak, bu yerga 2 qo'ydim. Qizil marker bilan go'sht qo'yibman. Xo'p, endi reaksiyadan o'ng tarafdagi azot atomlari sonini hisoblasak, bu yerda kaosning ichida 1 dona azot bor. 1 ni 2 ga ko'paytirsak 2 dona azot. Bu yerda ham 1 ni 2 ga ko'paytirsak 2 dona azot. Jami 2 2 ni qo'shsak 4 dona azot. Reaksiyadan chapda nitrat kislotamizning tarkibida 1 dona azot bor. Mana shu reaksiyadan o'ng tarafda chiqqan 4 ni reaksiyaning chap tarafini ikkalamandan qo'yaman. 4 dona azot bo'ldi. Mislarimiz chap tarafda 1 dona, o'ng tarafda ham 1 dona bilan denglab o'tirmaymiz. Azotlarimiz denglandi. Vodorodlarimiz reaksiyadan chapda 4 dona. Bu yerda suvni tarkibida 2 dona vodorod bor. 4 ni 2 ga bo'lib bersam chiqadi 2. Ya'ni suvni oldidan ikkalamandan 2 ni qo'yaman. Va shunday etib kimyoviy reaksiyamiz deng bo'ladi. Aynan shu elementlarni oksidlanish darajalarini o'zgarishi bilan sodir bo'lib turganligi uchun
bu reaksiya oksidlanish qaytarilish reaksiyalari deyiladi. Va bu reaksiyani o'zini oddenniy temasi bor. Agarda hozir tushunmagan bo'lsangiz, shu vaqtida tushunib olasizlar. Xo'p, birinchi mavzu bo'yicha agarda savollaringiz bo'lsa, podkursa kelib turib so'rashlaringiz ham mumkin, yo bo'lmasa kommentariyada yozsangiz, oddenniy individualniy qilib tushuntirib beramiz. Hozir esa bu tema tushunarli bo'lsa, yana kichkina temachamiz bor. Bu valentlik hisoblanadi. Xo'p, kimyoviy reaksiyalarda tushuntirib o'tishim kerak bo'lgan valentlik temasi, kichkina tema. Valentlik deb o'zi nomi aytiladi. Valentlik deb bir element atomi ikkinchi elementni aniq sondagi atomlarni biriktirib olish xususiyati bu valentlik deyiladi. Valentlik so'zini Franklin birinchi bo'lib fayna kiritgan. Valens so'zining ma'nosi bu kuchi bor degan ma'noni bildiradi. Ya'ni oddiyroq tilda tushuntirsam, misol uchun odamning 2 dona qo'li bor, ya'ni bu odamning valentliklari hisoblanadi. Elementlardan xuddi shunday, elementlar bog' hosil etgan vaqtida o'zini xos bo'lgan maksimalniy yo bo'lmasa minimalniy bog' hosil qilish xususiyatiga ega. Ya'ni men biror narsani ushlayjak bo'lsam, buni bir qo'lim bilan ushlashim mumkin, yo bo'lmasa 2 qo'lim bilan ushlashim mumkin. Elementlar ham xuddi shuningdek. Ya'ni valentliklarni mos ravishda kimyoviy formulalarni hosil qiladi va o'zini xos bo'lgan element atomlarini o'zini shu bog'larida ushlaydi. Xo'p, valentlik 2 turga bo'linadi: o'zgarmas va o'zgaruvchan. Xo'p, bu yerda xato tushib ketibdi. O'zgaruvchan va o'zgarmas. O'zgaruvchanlar bizda eng boshda bir o'zgarmasdan kelsak, o'zgarmas guruhli elementlar birinchi, ikkinchi, uchinchi guruh elementlari bular o'zgarmas valentli elementlar hisoblanadi. O'zgaruvchan valentli elementlar 4-chi, 5-chi, 6-chi, 7-chi guruh elementlari o'zgaruvchan guruhli elementlar hisoblanadi. Tushunarliroq bo'lishi uchun bu yerda demak yozib qo'ydim. Birinchi guruh elementlari S va P elementlar o'zgarmas bir valentli, ya'ni guruhi necha bo'lsa, xuddi shunchalik valentlik hosil qiladi. Birinchi guruhda misol tariqasida bu yerda hozirda sistemani ko'rsatishning imkoni yo'q. Litiy, natriy, kaliy, rubidiy, seziy kabi elementlar bizda birinchi guruhda joylashgan S elementlariga kiradi, bir valentli hisoblanadi. Birinchi guruhda misol uchun mis, kumush, oltin joylashgan degan savol tug'ilishi mumkin. Bu hozirgi aytib turgan qonunim faqat S va P elementlariga taalluqli. Shuning uchun ham qausning ichida S va P harflarini yozib qo'yibman. Bu degani S va P elementlariga taalluqli degan ma'noni bildiradi. Birinchi guruhdagilar demak bir valentli. Ikkinchi guruhdagi elementlar S va P elementlar o'zgarmas 2 valentlik namoyon etadi. Bularga kiradi misol uchun beriliy, kalsiy, magniy kabi elementlar bo'lishi mumkin. Uchinchi guruh elementlardan S va P elementlar o'zgarmas 3 valentlik namoyon qiladi. Ya'ni guruh necha bo'lsa shunchalik. Bu 3 dona guruh o'zini guruhini mos ravishda o'zgarmas valentlik namoyon qiladi. Endi o'zgaruvchan valentli elementlar nishatib yodlaydi osonroq yo'lda. Yodlash usulini o'rgataman. 4-chi guruh elementlari S va P elementlar guruh raqami necha bo'lsa, guruh raqami juft sonmi, tok sonmi mangmashda buni shuna qarash kerak. Bu yerda hozir guruh raqami juft son, ya'ni 4, demak 4 dan kichik juft raqamlarda valentlik hosil qiladi. Ya'ni 2, 4 valentli bo'ladi. 4-chi guruh elementlar. 5-chi guruh elementlari demak S va P elementlar 5 dan kichik tok sonlarda valentlik namoyon etadi. Ya'ni 1, 3, 5 valentli bo'ladi 5-chi guruh elementlari. 6-chi guruh elementlari S va P elementlar bizda guruh raqami juft son 6, 6 dan kichik juft sonli valentliklarni namoyon qiladi. Ya'ni 2, 4, 6.
7-chi guruh asfalt elementlar bizada 1, 3, 5, 7 valentlik namoyon etadi. O'zgaruvchan valentlik. Hop. Bu oson yodlash usuli. Qo'shimcha guruh elementlarini esa sizlarga maxsus kitobcha beriladi. Shu kitobchadan yodlab qo'yish kerak. Bu faqat hozirgi aytgan qoidam asosiy guruh elementlarini taalluqli bo'ladi. Keyin yana bir topshiriq biza elementlarni guruhlarini nomlari bilan yodlab qo'yishimiz kerak. Bu topshiriq sifatida sizlarga beriladi. Birinchi guruh bu ishqoriy metallar, ikkinchi guruh ishqoriy yer metallar, uchinchi guruh bu bor guruhchasi, to'rtinchi guruh uglerod guruhchasi, beshinchi guruh ptiktogenlar ya bo'lmasa azot guruhchasi deb aytiladi. 6-guruh halkogenlar ya bo'lmasa oltin guk guruhchasi deb aytiladi. 7-guruh gallogenlar, 8-guruh inert gazlar. Bu 8-guruhni yana nomlari bor: inert gaz, nodir gaz, asl gaz deb ham yuritiladi. Bu guruhni nomlari. Demak, bugungi o'rganadigan vazlarimiz sizlar bilan shular edi. Birinchi demak kimyoviy reaksiya turlarini o'tdik sizlar bilan. Agarda savollar bor bo'lsa kommentariyga yozib ketsangizlar javob beramiz. Ikkinchimiz bu kichkina mavzucha valentlik edi. Bunda sizlardan katta kunt talab etiladi va katta e'tibor buni yodlash uchun. Ozgina fikrlasangizlar bo'ldi. Men oson yo'lni sizlarga tushuntirdim. Bemalol davra sistemaga qarab turib valentligi, misol uchun S va P elementlari valentligi necha ya bo'lmasa qaysi element valentligi necha degan vaqtimda bemalol qarab turib aytishimiz mumkin. Ya'ni shunday aytishni sizlarga hozir o'rgatib tushuntirib berdim. Xo'p, keyingi darslarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Xudo xolasa bundan ham chuqurroq kimyoning ichine girib sizlar bilan kimyo fanini mukammal darajada o'rganishga harakat etamiz. Sog' bo'linglar.